Priz $49. Ya'ni 1.810.000 so'mga mana bu kiyim bilan mana bu Wagnerni olishinglar mumkin. Nima uchun so'mda dollarda aytayapman? Sababi bu videoni 1 yildan keyin siz ko'rishingiz mumkin. Bunaqa narx bo'lmasligi mumkin. O'shuning uchun hozir bu vaziyatdan foydalanib olishingizni maslahat beraman. Mana bu saplovsi 523. Pistoletga alohida e'tibor beringlar, qanaqa sifatli. Mana. Va o'zini davrini ko'rsatadigan datchiga. Ko'ryapsizlarmi? Hamma narsasi komplektida bor. Shlanka 10 metr taxminan atrofida bo'lish kerak. Shlankasi bu yerda udinchilik, pistoletda udinchilik ham mana katta rol o'ynaydi. Buning ichida bor. Hamma narsasi komplekt. 1.810.000 so'm. Hozirgi paytdagi, ya'ni 2026-yil 26-martdagi bu Wagnerchamizning narxi. Qalay? Arziydimi? Kommentariyada fikringizni qoldiring. Mana bu yerda bu Wagnerimiz ham bor. 16005 modelimiz 2.800.000 so'm. Buni ham hamma komplektatsiyasi bor. Narxi ideal variant. Xohlasanglar bu eng lyubitellarniki, ya'ni eng oddiy varianti bu bo'ladigan bo'lsa, bu o'rtacha varianti 2.800.000 so'm. Porshnevoy membranli hisoblanadi. Wagnerlarimiz. Mana bu yerda shlankasi bilan shpaklyovka sepadigan apparatimiz 5.490.000 so'm. Xo'p, nimalari bor? Ko'ramizlar. Ular hamma rim komplektlari, mana shunaqa prozrachniy shlankasi. Xo'p, pistoletlari shu yerdan. Mana bu yerda o'zining shlankasi, mana pistoleti ham boshqacha buni. Mana pistolet. Xullas, bunga rastorni tayyorlab ichiga solasiz. Bu tayyorlab bermaydi. Bu mikser bosim bilan bu shlankaga beradi. Pistoletingizdan shpaklyovka chiqib keladi. Ideal variant. Narxi 5.490.000 so'm. Arziydimi yo'qmi? Eng qizig'i bunga kompressor olib yurishinglar shart emas. Mana o'zida bor, stroyinli. Mana bu kattasi 3 fazada ishlaydigani deydigan bo'lsanglar, $1.300. Taxminan 15 million atrofida bo'lyaptimi? Hozir bitta hisoblab beraman. Hoppa. 15.860.000 so'm. Ya'ni 26-mart 2026-yildagi narxlar. Ertaga bu videoni 1 yildan keyin ko'rib, "Aka, shunaqa narx edi" deb aytmanglar. Chunki kursiy raznica o'ynab qolishi mumkin. Yo tushadi, yo ko'tariladi. Ko'ryapsizlarmi? Qalay assortiment. Like bosib, obunani bosib qo'yavering. Bundan keyingi zo'r videolarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna tugmasini ham bosib qo'ying. Ammo esdan chiqmasin. Aytgancha, bitta zo'r yangilik bor. Agar siz onlayn xarid qilaman deydigan bo'lsangiz, albatta Megatools ilovasi orqali xarid qilishingiz mumkin. Like, podpiska esdan chiqmasin, ko'rishamiz.